har bitta viloyatda o'zini chempion ustalari bo'ladi. Masalan, Qoraqalpog'istonning Suvochili zo'r. Masalan, Toshkentda Yevro remont qiladigan ustaligi yetadigani yo'q. Lekin Namangan tom yopish bo'yicha chempion hisoblanadi. Hattoki Toshkent bo'ladimi, eng qimmat uylarga ham Namangandan usta chaqirtirib tom yopishadi. Men hozir master tomga kelganman. Bu yerda nafaqat patkulush tom yopib berishadi, balkim o'zligi ishlab chiqarishar ekan. 15 yildan beri shu sohaning ichida uje professional bo'lib ketishgan. Men hozir xo'jayinlar bilan gaplashdim. "Aka, mana shu stanoklar necha pul turadi?" desam, umumiy hisobda bir 400 ming dollarga yaqin stanok bor ekan. Ya'ni o'zligini ustida ishlab kasbini sevsa shunaqa bo'ladi-da. Aka, qarang qanaqa darajaga kelishgan. Futbolistimiz Eldor Shomurodov ham tomligini buli olib berishgan ekan. Qo'lligida 70 dan oshuv komanda bor ekan. Bu degani, aka bir 500 taga yaqin ustani ishlatishadi. Xullas, aka birinchi qo'ldan patkuluch 10 yil kafolati bilan tom yoptirishni xohlasangiz, aka hozir mana shu nomerga telefon qiling, bog'laning. 12 ta viloyat bo'ylab etgan joyingizga o'zligini mashinalari bilan ortib hammasini dizaynlar bo'yicha vibrlar juda ham ko'p. Shunda tanlab olsangiz bo'ldi. Yana bitta narsa, har yili yangi dizayn chiqarishar ekan. Birinchilardan bo'lib, yangilik qilishni to'xtashmas ekan. 2026 da ham doda dizayn chiqarishayotgan ekan. Xullas, aka, pastda nomer turibdi. Saqlanib qo'ying, aka, ba'zi o'zbekimizlar 1-2 uchastka quramiz, tomini yopishga harakat qilamiz. Mana shu namanganlik ustalarga murojaat qilsanglar, xudo xolisa, master tomda akalarimiz ishingizni sifatli qilib bitirib berishadi.